Saroyda fuqarolar bilan uchrashuv o'tkazib boryapmiz. Shu o'rinda sizlarga yana bir yangi qarorlar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-sonli qarori chiqqan. Shu yoshlar tadbirkorligi hamda ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida bu qaror bo'yicha kreditlarni bu qaror birinchi chiqqanidan boshlasak, bu qaror 60-sonli qaror 2025-yil 14-fevralda tasdiqlangan bo'lib, bu qaror bo'yicha o'tgan yil ham ko'p kreditlarni ajratdik. Asosan o'sha yoshlarga ajratiladi bu kreditlar. Firma MChJ xususiy korxona bo'ladigan bo'lsa, o'sha firmaning rahbari yoki ta'sis ulushidagi 50% dan yuqori ta'sis ulushi yoshlarga tegishli bo'ladigan bo'lsa, shu firmalarga taalluqli bo'ladi. Bundan tashqari yoshlar o'sha yakka tartibdagi tadbirkor qilib olishlari mumkin, dehqon xo'jaligi qilib olishi mumkin. Bu yoshlar deganda tushunasizlar, o'sha 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tushuniladi. 18 dan oshgan, 30 dan o'tmagan, bir kun ham o'tmagan bo'lishi kerak. Ularga asosan o'tgan yil ko'proq ajratganimiz 100 milliongacha kreditlar bo'ldi. Keyin